Assalomu alaykum baliq ovish xuloslar kanalimiz a'zolari. Hamma yaxshimisizlar? Ro'za Ramazonni yaxshi o'tkazyapsizlarmi? Bugun shunaqa kichkina joyga marinka baliqni ovlash uchun chiqqanmiz. Mayda marinka baliqni ovlash uchun kelgandik, lekin yaxshi bo'lib qoldi mana. Ikkita uni normalniy oldim. Bir qarich kattaroq 25 santimetrga bo'ladi ikkalasi ham. Bunaqa salgina kattaroq bo'lib qoldi. Lekin joy unaqa katta emas. Hozir mana shu joyda yaxshi zo'r bo'lyapti. Hozir 2 yo'l joydan urdi, bir marta qochirib oldim. Lekin qarmag'imni bir doniga ilmoqni ushlayapti. Hozir yaxshi chiroyli video chiqarishga harakat qilaman. Kanalda yangi mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Oldingi videomiz ham yaxshi zo'r prosmotr yaxshi ketyapti kechaginda. Отдельно yana bitta video tashlagandim. Hozir anchagina qishloqdan tepadaman. Soydan ancha tevalab ketganman, lekin endi bu joyga kelish ko'pchilik so'rashyapti, qaydan chiqyapti. Chortoq Somborga tushadigan soydan chiqyapti, lekin to'g'risi gap taklif qiladigan emas. Mana hozir yarim soat chiqqaniga yarim soat chopib qoldi. Hozir 2 dona natija bo'ldi xolos. Endi balkim xudo biladi, suv tagdagi narsaga javob berib bo'lmaydi. Lekin ko'ramiz, menimcha yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Endi ko'ramizda oxirini. Bizni kuzatib boringlar. Albatta yaxshi video chiroyli qilib chiqarishga harakat qilaman. Kechagina telefonimiz to'lib kelib. Suyroq videoga olaman, to'g'risi 2 dona baliq ushlaganda. Kameram telefonimiz zaryadi o'lgandi. Bunda oldim bozorga berib, bozordan artishib kelaverdim. Shuning uchun ham to'liq videoga olaman, lekin shorts video qilib tashlab qo'ydim tutgan baliqlarimni. Bir joyda to'xtab turmaydi, mana bunaqa jilib baliq tutman. Shuning uchun balkim kameraga olish qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr, yana telefonda videoga olyapman. Ertadan qo'zg'alib ketadigan bo'lishi mumkin. Albatta bu xatochiliklar uchun oldindan uzr so'rayman uni. O'zi kamerani yaxshi svet qilolmay qoldim mana shu yerda. Yaxshigina. Qochirib oldim, boyagilardan ko'ra ham kattaroq. 25 santimetrdan ham kattaroqni qochirib oldim. Lekin kamerani yoqolmay qoldim. Menga va o'zingiz bilasizlar, tez harakat qiladi bir pasda. Chiqib ketib qoldi. Endi bu joy so'rayotgan kelishga mana joy masini qarang, kichkinagina arxiv. Endi yaxshi zo'r yurib qolsa, vakasini albatta tajayman, lekin qiziqarli uchun tashlab turaman. Lekin unaqa kelib kunlab tamalib ketadigan joy emas to'g'risi. Şöyle bir faz göremez iyi. Muayyatgemda bu soy mana buloq suvda butun. Buloq suvga yig'ilib, yoki soy bo'lib tushadi. Qo'shnish hammasi buloq joyda. Hech boshqa joydan oqin suv kelib qo'shilmaydi, faqatgina buloq suv yig'ilib keladi. Mana shuni ham yaxshi uryapti. Lekin qanaqa bog'ligini bilmaymiz to'g'risi. Hozir şeyde juda zo'r bo'ldi. Darajada zo'r bo'ldi. Menimcha shunaqa boygilamdan bir yil undan ham kattaroq bormi deyman.
ushladik nihoyat. O'shaydi. Bizda kirib qoldi hozir. Chiqarishga harakat qilamiz. Qani? Ha, shashilma. Shashilmay tur. Mana ekan. O'ylardan ko'rsam, kichikroqligi yomon emas. Yaxshi. Hozir ayrim qilib ketdi mana yerda. Yana bitta oldim kichikroq. Lekin qaytarib qo'yib yubordim. Pastroqqa tushamiz, qani ko'ramiz yana. Bu joy ma'qul shu ish. O'tgan safar chiqqanda mana shu joydan ham yaxshi bo'ldi. Kichkinagina bir qarich joyi, lekin chuqurligi normal edi. Hozir ko'rasizmi, mana uryapti yana. Mana yana bitta natijamiz, lekin o'tgan videoga ololmay qoldim. Hozir yana yemlab tashladim, lekin yana uryapti. Yaxshi joy o'xshaydi bu joy. Lekin kichkinagina ko'rasiz, bir qarashda eni 30 santimetrsiz chiqadigan odam yo'q. Juda tor joy. Hozir chuqurning ichida o'tirganim uchun bilinmayapti, lekin tashqarida normal shamol yaxshi bo'lyapti. Hozir mana shu joyga yetib keldim. Ancha ahvol orasiga kirib qoldim. Endi bundan beri bilmadim, videoga erisham qiyin, chunki yosh bolalar ko'pdan kelib turib oladi. Endi balki mana shu oxirgi videom bo'lar. Lekin harakat qilib ko'raman pastroqni ham videoga shu joyda ham, chunki baliq tuzuyda. Bugun lekin tushganimga 1 soatga yaqin bo'lib qolgan bo'lsa, 4 dona natija bo'ldi. Natija endi yomon emas. Hali katta soya qaraganda yaxshi. Chunki normal katta baliqchalar chiqdi, bir qarich uzunroqlari ham bor, ikkita bir qarichli oldim. Yomon emas. Natija yaxshi bo'ldi bu. Albatta video yoqib qolgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Like bosib o'tganlar uchun oldindan kattakon rahmat. Videomizni tarqatish uchun albatta yordam berasiz degan umiddamiz. Kanalda qanchalik ko'proq bo'lsak, qancha prosmotr ko'p bo'lsa, shunchalik videolarni ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Buning uchun sizlar ko'proq ko'ring, ko'proq like bosing. Ko'rayotganlar albatta like bosib qo'ying. Like bossangiz telefoningizdan megabayt ketib qolmaydi-ku. Prosta bizning uchun yaxshi bo'ladi. Biz ham telefonni ko'rganimizda, qo'ygan videomizni ko'rganimizda xursand bo'lamiz-da. Ko'proq video chiqarishga harakat qilamiz. Hozir mana shu joydan yana bitta kichkinagina ushladim. Ko'ramiz qani. Qolgan singan joyda lekin mayda baliq ko'p. Videoni mana shu joyda to'xtataman. Bizni kuzatishda davom eting, xudo xohlasa yangi joylarni ko'rishga harakat qilamiz. Agar bundan pastda mabodo degan joyga
chiqib qolsa kichkina shorts video qilib bo'lsa ham tashlab qo'yaman. Chunki bundan meyg'i aholini chekiri boraman, yosh bolalar ko'p oldimga kiyib oladi. Albatta biz tushunasizlar degan umidamiz. Xudo xolasa albatta videoning oxirida qancha baliq chiqdi, qanaqalari chiqdi, shorts video qilib albatta tashlab qo'yaman. Kommentariyam kirib shorts videolarni albatta ko'rib beringlar, like bosinglar videolar uchun. Kanalda yangi mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'yamiz. Sizlar bilan albatta yaqin orada ko'rishamiz degan umiddamiz. Bizni qo'llab-quvvatlayni, kanalda albatta videolarimizga like bosib beringlar. Videolarni kuzatishda davom etinglar. Ko'rishguncha xayr deb qolamiz.